Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Anvar Abdullayev. Ozgina shovqin bo'lganiga uzr so'rayman. Mana hozir yomg'ir bo'lyapti. Allohning ne'mati, anchadan beri tushgan yomg'ir. Yomg'irda masjid ko'chatlarimizni ochib yubordik. Mana bunga o'xshab ekilgan albion kabrillalarni mana qilib salafon yopib qo'ysanglar, namlikni o'zida ushlab turib, hozir erta yopib bo'lmaydi buni. Dekabr oyiga o'tib yopib qo'ysa, o'zini namligi pastga qarab urib tomir yaxshi baquvvat bo'lib oladi. Baki ham ozma chiqib turadi. Tepalari ochiq mana. Xo'sh, bu yer xudo xolasa matchliklarga harakat o'tgan yilgi mana matchliklarimiz tomirlar qaydan. Bularda endi yerlar tozalanib, chutgorlanib, o'g'itlanib, xudo xolasa bahor kirib kirmasdan yana matchlik ko'chatlarimiz ekamiz inshaalloh. Bu yer bizni ko'chatxonamiz. Matchlikga olib qo'yganlarimiz. Bu yerda mana Kingsbury bor. Xo'sh, Solhan Elita bor. Elita emas, endi Elitadan olingan F1 bo'ladi. F1 ham bor, F2 ham bor. Ular endi xudo xolasa bahorda matchlikni ekib olib, mabodo ortsa beramiz. Hozir sotuvga reklama bo'lmayapti, prosta holatni ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Hozir mana buni tepasi yopib turgan edi. Harorat +2, +1 bo'lib turadi. Minusli bo'lgan paytda. Bunga salafon yopiladi, tepasiga salafon, ustiga agrovolokno. Hozir mana yomg'irda buni ochib yubordik. Hozir minus harorat yo'q. Yomg'irda bitta yomg'irda olib, nafaslarni olib, xudo xolasa tozalanib oladi. Bu tomonlarga salafon yopmaganmiz, shuning uchun mana qizil baklari. Sovuqdan qizarganda u. Ular 100% uxlagan. Bular chala uxlagan ular. Yerlarimiz mana chiroyli qilib haydayapti. Yerlar Alloh bergan ne'mat. Yaxshi qora tuproq bo'yitlar. Bugungi qisqacha ma'lumotimiz shu. Misol ekilgan yozgi navlarni ekib olib, ustini yopinglar. Salafon bilan yo agrovolokno bilan matchliklarni bitta havo oldirib, tozalatib, xudo xolasa. Bu yerda albionlar ham bor. Albionlar bahorga bo'ladi, xudo xolasa. Ozgincha kabrilla, albion. Shunaqa Kingsbury bo'ladi matchlik ekan. Hozir sizlarga yaponskiyni ko'rsataman. Qanaqa baquvvatligini ko'rsataman. Mana bu albion, bular Kingsbury, bular Solhan. Bular ham Solhan. Ko'rib borsanglar o'zi ajraydi. Yaponskiy. Bu ham koreyskiy Kingsbury. Mana bunday borsanglar mana ko'rinyaptimi? Bunday ko'rib keladigan bo'lsanglar, mana bu yerlar xomtay qilinmagan, hozir bitta olishadi baklarni ularni, eski baklarni. Mana bu yaponskiy. Yaponskiyda immunitetini qaranglar. Juda stressda ham yo'q bu, uyqu ham yo'q bunda. Juda baquvvat holati. Tomiri pastga ham o'tib ketibdi. Baribir farq qilar ekan. Mayli, tana joyinglar sog' bo'lsin, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Omadinglarni bersin.